Kecha kayfiyatimni ko'targan bir voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Balki kimlar uchundir bu video ibrat bo'lishi mumkin. Kecha promoy efirimni yoqib, efirimga kirgan insonlar bilan suhbatlashib, gaplashib o'tirgandim. Bir inson kirib, efirimga padarka tashlayapti. Tanimayman, bilmayman. Aytayapman, "Ey birodar, padarkangizni xayf qilmang. Men battle o'ynayotganim yo'q, shunchaki gaplashib o'tiribman. Padarka shart emas" desam, "Birodar, bitta videongiz oldimdan chiqdi. Efiringizga kirdim. Videolaringizni kirib kuzatdim. Hamma videolaringizni ko'rdim, даже kommentariy yozdim. Sizni qo'yayotgan videolaringiz menga yo'qdi. O'shaning uchun bir kirib kayfiyatingizni ko'tarib xursand qilayin deb, kam bo'lsa ham padarka taylayapman. Xafa bo'lmang" deb kommentariy yozyapti-da. Jigarlarim, bir narsada u gap padarkaga emas. Gap bir inson meni hurmat qilib videolarimni kuzatganligiga. Efirimdan chiqib qarayapman. Hamma videomga like bosgan erinmasdan. Даже ko'piga kommentariy yozganda. "Siz deydi yaxshi inson ekansiz. Videolaringizni kuzatdim. Ijodingiz menga yo'qdi" deydi-da. Odam xursand bo'lib ketdi. Men shu gaplarni eshitib bilmadim endi kim qanday tushunadi. Men shunday gaplarni eshitsam xursand bo'laman, kayfiyatim ko'tariladi. Men xohlaymanki, bu hayotda bir yaxshi inson bo'lishni xohlayman-da. Odamlardan shunaqa bir yaxshi gaplarni eshitsam, kayfiyatim ko'tariladi, xursand bo'laman. U odamlarga kirib padarka tashlashlaring shart emas. Shu efirga kirgan paytda negativ yozmasdan bir chiroyli gaplarni yozib kayfiyatini ko'tarsalaring, u yangi kirgan inson bo'ladimi TikTokka yoki videochi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar juda ham bir xursand bo'ladi-da. Yaxshi gapga hamma xursand bo'ladi. Yomon bir og'iz yomon gap bilan bir insonni dili og'riydi. O'shaning uchun jigarlarim, iloji bo'lsa hech kimni dilini og'ritmanglar. Yaxshilik qilish qo'llaringdan kelmasa, yomonlik ham qilmang. Jonlaring sog' bo'lsin, addish hurmatlasizlar. Videoga like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Ko'proq insonlarga yetib borsin.